Assalomu alaykum barchaga. Omontek platformasiga xush kelibsizlar. JavaScript kursimizni 23-darsini boshlaymiz. Bu darsda asinxron JavaScript va misol tariqasida set timeout va set interval timerlarni ko'rib chiqamiz. Unda darsimizni boshlasak, JavaScript 23-darsimiz asinxron JavaScriptni ko'rib chiqamiz. Va qo'shimcha tarzda asinxron JavaScript ni ko'rsatib berish uchun set timeout va set interval timerlarni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, asinxrondan oldin biza sinxron yoki JavaScript o'zi qanaqa ishlashini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Oddiy JavaScript bir oqimli, ya'ni single thread deyiladi. Ya'ni kodlarimiz tepadan pastga ketma-ket ravishda o'qib kelinadi. Ya'ni birinchi kod birinchi qatorda konsol log turgan bo'lsa, ikkinchi qatorda ikkinchi konsol log turadi. Har doim birinchi qatordagi kodni bizga birinchi bo'lib ishlatib beradi JavaScript. Endi lekin ba'zida serverdan ma'lumot olish, ya'ni backendga so'rov jo'natish, fayl yoki rasm yuklash yoki mana bu timerlar ko'proq vaqt olishi mumkin. Misol uchun 5 gigabaytli fayl yuklanmoqda, lekin o'sha fayl yuklanish jarayonida sizni pastdagi kodlaringiz ham ishlashi kerak. O'sha holatda bizga asinxron dasturlash kerak bo'ladi. Xo'p. Bu yerda ham shu narsa yozilgan. Bular sinxron ishlasa, u holda butun kod bajarilmay to'xtab qoladi, ya'ni blok holatiga kelib qoladi. Shu sababli asinxron dasturlashni ishlatganimiz ma'qul. Endi sinxron va asinxronni farqini tushundik, yana to'liqroq ko'rib o'tamiz. Sinxron kod barcha jarayonlarni ketma-ket bajaradi. Asinxron kod bo'lsa, kutilayotgan jarayonni boshqa kodni to'xtatmasdan bajaradi. Misollarni ko'rib o'tamiz. Sinxronga boshlanishi, misol uchun console log bu bo'ladigan bo'lsa, uzoq davom etadigan jarayon, bunga fayl yuklash, serverdan ma'lumot olish, shular ham kirib ketadi. Shularni emas bo'lsa bo'ladi. Lekin misol uchun for uzoq, ya'ni katta son berib qo'yilgan, ya'ni loop bu uzoq davom etadi. Va bu kod bajarilishini mana bu kutib turadi. Ya'ni bu kod bajarilmasdan oldin hech qanaqasiga bu bajarilmaydi. JavaScript birinchi keladi, buni ko'radi, o'qiydi, konsolga chiqaradi. Buni o'qiydi, bu bajarilishini oxirigacha kutadi, keyin bo'lsa buni bajaradi. Endi asinxronni ko'radigan bo'lsak, console log bu birinchi bajariladi. Set timeout qo'yilgan. Buni ko'ramiz. Set timeout timer hisoblanadi. Bu yoqqa callback funksiya beriladi. Ya'ni shu set timeout nima qilib berishi, console logga 2 ni chiqarar ekan, pastdagi virgul 2000 bo'lsa, bu set timeout qanchada ishlashi, ya'ni timer qanchada ishlashi. 2 sekunddan keyin ishla deyilyapti. Bu bo'lsa 3, console log tugashi 3. Shunda bu birinchi bajariladi. Bu 2 sekund kutib qolmaydi, ya'ni boshqa joyda bajariladi bu kod. JavaScript bo'lsa buni sirazi o'qiydi va 2 sekund o'tgandan so'ng buni chiqaradi. Bularni kodni ko'rib o'tamiz unda. Shuni olaman va bu yoqqa qo'yaman. Node index.js tushirdim. Boshlanish, tugash. Xo'p, buni brauzerda ko'ringlar, yaxshiroq ko'rinadi. Go live. Xo'p, konsolni ochaman va boshlanish, keyin tugash chiqdi. Misol uchun bu yoqqa yanada kattalashtiraylik. Berdim. Mana boshlanish chiqdi, lekin hali tugash chiqmadi. Chunki loop tugashini kutyapti. Mana hali ham ishlab yotibdi JavaScriptimiz. Hop, juda ham katta son beradi, shuning uchun loop qotib qoldi. Buni bitta kichraytiraman. Ko'ramiz. Browser ham qotib qoldi. Close. Boshqatdan ochamiz.
Bu ham ishlayapti. Bu ham ko'p ekan. Ya'ni ikkita kamaytiramiz. Close bo'ldi. Va localhost 50 ochamiz. 5500 ekan. 5500. Ko'ramiz endi. Misol uchun boshlanish, tugash chiqdi ikkalasi va for loop'im ham ishlab bo'ldi. Endi yana mana buni kichraytirgan holatda yoki shunchaki ko'ramiz. Bitta refresh qilaman. Boshlanish chiqdi. Loop tugashini kutdi va mana bu ikkinchi konsol logim chiqdi. Buni tugashini kutdi avval. Endi asinxron kodni ko'ramiz. Konsol log yozilgan. Set timeout bu asinxron kodga misol. Buni o'chiraman, kerak emas. Bu yerda callback funksiya berilgan. Va bu yerda bo'lsa millisekundda raqam berilgan. 2000. Bu 2 sekund degani, ya'ni 2 sekund kutadi timer va mana bu funksiyani bajaradi. Kechikkan kod. Bu bo'lsa tugash. Endi ko'ramiz qaysi biri birinchi bajariladi. Bitta refresh beraman. Boshlanish, tugash chiqdi va 2 sekunddan keyin mana kechikkan kodimiz chiqdi. Bu asinxron ishlashi. Boyagi bo'lsa for loop'ni kutib qo'yatdi, chunki for loop'siz keyingi kodga o'tmayotgandi. Bunda bo'lsa o'tadi. Buni bajaradi, keyin 2 sekund tugagandan keyin buni bajaradi. Xo'p, endi bu sinxron bo'lsa, bu asinxron. Sinxron bilan asinxronga yana bitta misol keltirsak bo'ladi. Misol uchun restoran kassir mijoz keldi. Undan mijozdan order, ya'ni buyurtma qabul qildi va boshqa odamga yana menyuni ko'rsatib, undan ham order qabul qilyapti. Bu asinxron. Agar bitta odamni, ya'ni bitta mijozni ovqatini zakaz qilib bo'lib, uni kutsa, ovqat bajarilishini, ovqat tayyor bo'lgandan keyin bersa odamga, qolganlarga hech qanaqa servis ko'rsatmasdan u sinxron bo'ladi. Chunki kutib qoladi, hech qanaqa ish qilmasdan faqatgina ovqat pishishini kutib qoladi u. Bizga u kerak emas. Bizga tezroq ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni mana bunga o'xshab 2 sekunddan keyinmi? 2 sekunddan keyin ishlasin, qolgan kodlarga aloqasi bo'lmasin. Mana shu holatda ishlaydi. Endi set timeoutni to'liq ko'rib chiqamiz. Vaqt o'tib bajariladigan kod, ya'ni timerga. Endi set timeout berilgan vaqt o'tgandan keyin bir marta bajariladigan funksiyani chaqiradi. Ya'ni bir marta o'sha set timeoutimiz ishlaydi. Qanchadir vaqtdan so'ng buni o'zimiz beramiz. Sintaks yozib qo'yilgan set timeout, callback funksiya va delay, ya'ni kechikishi vaqti millisekundlarda. Bu yerda ham yozib ko'rsatilgan. Endi o'zimiz yozib ko'ramiz. Set timeout housini ochamiz. Bu set timeoutni o'ziniki. Endi callback funksiya. Callback funksiyani alohida ajrating. Tushunarli bo'lishi uchun konstanti, misol uchun function teng function kalit so'z, shuning uchun buni bera olmaymiz. fn deyman va bu yerda console logga 5 sekunddan so'ng chiqdi deymiz. Va bu yoqqa fn o'zini beraman. Va bu yoqqa timeout deyapti, ya'ni number deb bergan deyapti. 1000 bersam, bu 1 sekund degani, ya'ni 1000 millisekund 1 sekund. Endi 5000 beraman, shunda 5 sekund ishlaydi. 5 sekunddan keyin bitta refresh beraman. 1 2 3 4 5. Mana endi chiqdi. Tezroq sanaverdim. Xo'p, endi mana shuni 2 sekund qilaylik. 2 sekund qilamiz. 1 2. Mana chiqdi.
Mana buni o'zgartirib qo'yish kerak bo'ladi faqat. Mana shu holatda ishlaydi set timeout. Endi set timeoutni to'xtatish imkoniyati ham bor. Undan oldin mana buni yaxshilab ko'rib chiqamiz. Callback bajariladigan funksiya delay bo'lsa kechikish vaqti millisekundlarda 1000 millisekund 1 sekundga teng. Buni ko'rdik. Endi mana bu yerda biz o'zimiz funksiya ochib berdik. Bu yerda shunchaki tezroq variantini berib ketsa ham bo'ladi. Oddiy callback funksiya orqali mana bu holatda va konsolga 5 emas 2 deymiz. Ko'pincha shu holatda ishlatiladi set timeout. Ya'ni alohida funksiya ochib turib, uni set timeoutga berishni hojati yo'q. Mana 2 sekunddan keyin chiqdi. Refresh 1 2. Mana shu holatda ishlaydi. Bu timer. Endi set timeoutni to'xtatish. Buni qo'yib turaman. Clear timeout degan funksiya bor. Clear timeoutga timerni o'zini berib qo'yamiz va set timeoutni bekor qiladi bu. Misol uchun konstanti timeout deyman, teng mana va timeoutni clear timeoutga berib yuboraman. Timeoutni o'zini ko'radigan bo'lsak 1 2 mana hech narsa ishlagani yo'q. Chunki avtomatik tarzda clear timeout qo'yamiz. Bunday qilsak 1 2. Mana 2 sekunddan keyin chiqdi. Clear timeoutni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bu timeoutni tozalab tashlaydi va hech narsa konsolga chiqmaydi. Ya'ni funksiyamiz ishlamaydi. Xo'p. Endi keyin ko'radiganimiz set interval. Har bir vaqt oralig'ida bajariladigan kod. Set interval berilgan vaqt oralig'ida takroran bajariladigan funksiyani ishga tushiradi. Ya'ni set timeout faqatgina bir marta ishlasa, set intervalga berilgan callback funksiya yoki oddiy funksiya takror ishlashi mumkin biza bergan vaqt orasida. Misol uchun bunga delayda 5000 bergan bo'lsa, millisekund 5 sekund, ya'ni 5 sekund kutib bir marta bajarilsa, bunda 5000 beradigan bo'lsak, 5 sekunddan keyin bitta bajariladi, yana 5 sekunddan keyin yana bitta bajariladi. Mana shu holatda to'xtamay ketaveradi. Sintaksisi set interval, o'zini funksiyasi va callback funksiya va interval. Boyagini qaytaramiz. Mana buni o'chiray. Shart emas. Buni ham o'chiraman va momentga set interval deymiz. Set interval bo'ldi, boyagi bilan bir xil 2 sekunddan so'ng chiqdi. Mana shuni ishlatib ko'ramiz. Bitta refresh beraman. 1 2 1 2 mana. Yana chiqdi. 3-marta, 4-marta va 5-marta. 10 sekund o'tdi degani bu. Xo'p, mana shu holatda ishlaydi. Takrorni ishlab turaveradi. Mana to'xtamaydi hali ham. Endi to'xtatish uchun clear intervaldan foydalansak bo'ladi. Agar bizda set intervalni to'xtatmoqchi bo'lsak, clear interval funksiyasidan foydalanamiz. Endi set timeout ishlatamanda set timeout bu funksiyasi nima qiladi? Set intervalni clear interval qilib yuborsin, ya'ni tozalab yuborsin intervalimizni. Buni bitta o'zgaruvchiga olib qo'yaman. Konstanti interval teng intervalni bu yoqqa beraman va set timeoutga 10 millisekunddan keyin, ya'ni shu orada bu 5 marta ishlaydi va clear interval qo'yadi. Ko'ramiz shuni ishlaydimi yo'q. Bitta refresh 1 2 bitta ishladi, ikkinchi marta ishladi, 3-marta, 4-marta, 5-marta bo'ldi, to'xtadi. Chunki set timeout ishladi va clear interval qo'ydi, ya'ni tozalab yubordi. Xo'p, mana shu holatda ishlaydi. Clear interval. Set timeout va set intervallarni ko'rib o'tdik va ishlatilish usullarini ham ko'rib o'tdik. Ya'ni ishlatib ham ko'rdik. Endi set timeout va set interval o'zi qanaqa ishlaydi JavaScriptning ichida? Mexanizmi qanaqa? Shuni ko'rib o'tamiz. Kod bajarilish boshlanadi, ya'ni sinxron kod, ya'ni tepadan o'qib kelish boshlanadi. Set timeout va set intervalni ko'rganda JavaScript uni web API ga uzatadi. Mana web API ga
Buni hozir ko'rib o'tamiz yana. Asosiy kod bajarilib bo'lgandan keyin, ya'ni sinxron kodlarimiz bajarilib bo'lgandan keyin qolgan set timeout va set interval vaqti tugaganiga qarab turib ketma-ketlikda ishlaydi. Event loop esa kod tugagandan keyin callback queue'dagi kodni bajaradi. Endi buni mana bu sayt orqali JS Visualizer orqali ko'rib o'tamiz qanaqa ishlashini. Hop, bu yoqdan menga qaysi biri kerak? Call stackda yo'q bo'lmas. Task queue, mana task queue kerak ekan. Set timeout o'z bilan ham shart emas, o'zimiz yozamiz. Misol uchun mana shu yerga yozaman. Set timeout yozamiz. Callback funksiya 3000 sekunddan keyin bajarilsin. Bu yoqqa bo'lsa console log 2 deyman. Ikkinchi 2 ni o'zini beraman. Bu yoqqa bo'lsa tepasidan shunchaki console logga 1 beraman. Pastda yana bitta set timeout ishataman. Bunda console logga 3 deyman. 1 2 3 ketma-ketligi, ya'ni yozilish tartibi. Bunga 2 sekund beraman va set interval ochaman. Set interval har sekund ishlaydigan bo'ladi. Console log sekund chiqsin. Sekund va bu nechinchi o'rinda turibdi? 4-o'rinda turibdi. Sekund interval deyman. Interval bu yoqqa 1000 beraman har sekund ishlash uchun va yana bitta set timeout ochaman. Undan oldin bitta console log 5 va bu yoqqa clear interval deymiz va mana bu intervalni o'zgaruvchiga olaylik. Konstanta interval intervalni shu yoqqa beraman va necha sekunddan keyin 5000 sekunddan keyin 5 sekunddan keyin o'z avtomatik to'xtaydi. Hop, keyin yana bitta console logga 6 deymiz. 7. Chunki 6 da bizada mana bu bor. Set timeout 6. Endi buni brauzerda qanaqa ishlaganligini ko'ramiz birinchi, keyin bunga tashlaymiz. 1 5 7 chiqib ketdi. 1 5 7. Bu hammasi sinxron kodlarimiz. Endi ko'ramiz, keyingisi qaysi chiqdi. 4 sekund interval, ya'ni bu ishladi. Ya'ni har sekund ishlardi. Keyin 3 chiqdi. Mana bu. Ya'ni bundan keyin bu ishladi. Va bundan keyin yana 3 dan keyin yana to'g'ri ishladi, chunki har sekund ishlashi kerak. 1 sekund o'tdi, 2 sekund o'tgandan keyin bu chiqdi va yana bu chiqdi. Keyin 2 chiqdi. 2 da 3 sekund berildi va yana intervalimiz chiqdi. Mana 4 va bu 3 marta ketma-ket chiqdi, chunki undan keyin boshqa narsa chiqadigan narsa yo'q edi. Va oxirida clear interval qilganimiz, ya'ni 6 chiqdi 5 sekunddan keyin. Endi bu qanaqa ishlaganini, ya'ni JavaScript ichida nima bo'lganligini mana bu holatda ko'rib o'tamiz. Xo'p. Event loop mana bu call stackga tushgan narsa JavaScriptda ishlagan hisoblanadi. Mikrotask va task queue'larni keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Hozir run qilib ishlatib ko'raman. Xo'p. Event loop ishlashni boshladi. Step deyman. Ya'ni bunda mana 1 chiqdi. Ya'ni mana bu. Keyin task queue'ga mana bu bitta anonymous funksiya tushdi. Bu qaysida? Mana bu intervalniki. Endi ko'ramiz nima chiqishidan ko'rib. Yana bitta ishlataman. Yana bitta funksiyamiz kirdi va xato chiqardi. Set interval
is not defined. Hop. Set intervalni ishlatmagan deyapti. Buni o'chirib turaman. Mana qani ko'ramiz. Faqat set timeout bilan. Hop. Brauzernikidan sal farq qiladi, lekin set timeout qanaqa ishlaganini bilib olamiz. Set interval ham xuddi shunaqa ishlaydi. Set timeoutga o'xshab. Mana bir chiqdi. Anonymous funksiya kirdi, ya'ni mana bu. Keyin yana bitta anonymous funksiya mana bu kirdi. Keyin 5 chiqdi. Mana bu. Mana bu ikkalasi ishlagani yo'q. Task queue'ga tushdi shunchaki. Ya'ni kutadi mashitda, ya'ni mashitda bajariladi. Ya'ni 2 sekund, mana 3 sekundni mashitda kutyapti. 2 sekundni mana shu joyda kutyapti. 5 bajarildi. Bajarilgani bu yoqqa chiqyapti, log bo'lib. Keyingisi yana bitta set timeout bor edi. Bu 5 sekundda bajariladigan, bu yoqqa tushdi. Mana ham xato berib qolishi mumkin clean interval. Hop. 7 bajarildi. Mana uchalasi, ya'ni sinxron kodlarimiz birinchi bajariladi. Ya'ni hech qayerga task queue'ga ham, mikro task queue'ga ham hech qayerga tushmasdan sira bajarilib ketdi. Endi ko'ramiz. Step. Endi tasklarni run qilishga. Mana birinchi bajarilgani, ya'ni mana bu 2 sekundda tayyor bo'ldi. Hammasidan birinchi shu edi, chunki 3 sekund, 2 sekund, 5 sekund. Hammasidan birinchi tayyor bo'ladigani shu edi va u sirazi call stackga tushdi. Call stack mana shu funksiyamizni call qilib chaqirib beradi. Mana 3 chiqdi. Endi yana bitta step bosaman. Kutyapti hozir ham. Kutib bo'ldi va mana 3 sekundligim tushdi. Call stackga. Va endi bu call stack ishlatib beradi va mana 2 chiqdi. Va ishlab bo'lgandan keyin call stackdan chiqib ketadi avtomatik. Va oxirgi anonymous funksiyamiz qoldi. Bu mana bu. Mana clear intervalda xato chiqib qolishi mumkin, lekin 6 chiqish kerak. Hop, 5 sekunddan keyin bu call stack tushadi va ishlaydi. Mana 6. Bu yerda anonymous clear interval xato chiqardi. Mana bu. Bu o'zi yo'q edi bizda, intervalning o'zgaruvchi, shuning uchun xato chiqardi. Mana shu holatda ishlaydi bizning set timeoutimiz, ya'ni asinxron kod deganda mana shuni tushunsak bo'ladi. Asosiylari bajarilib ketaveradi. Qolgan kutilish kerak bo'lganlari task queue'ga yoki mikro task queue'ga tushadi. Task queue'ga ko'rgan bo'lsak, set timeout tushdi, set interval ham tushadi. Ya'ni web API ga bog'liq narsalar. Mikro task queue'ga bo'lsa promiselar tushadi. Promiselarni keyingi mavzularimizda o'tamiz. Hop. JavaScript Visualizer'ni ham ko'rib o'tdik qanaqa ishlashini. Ya'ni ichkarida JavaScript o'zida qanaqa ishlashini. Hop, bugungi darsimiz shu edi. Bugun asinxron JavaScript bilan tanishdik. Set timeout va set interval timerlarni ko'rib chiqdik. Va JS Visualizer'da bularni qanaqa ishlashini ko'rib o'tdik.